Robocon testdagi 0524-masalani Pythonda yechamiz. Nokia Racing Game. Xo'sh, bu masalada mana mashina bor, ana bu yo'l. Ana bu ko'paytirish belgilari ochiq yo'lni belgiladi. Ana bu diyez belgilari esa bloklarni bildiradi, to'siqlarni bildiradi. Xo'sh, mashina mana bu yerda bo'lsa, eng pastdagi ochiq joyda bo'ladi. Eng oxirgi qatorga borish uchun nechta yurish qilish kerak? Endi to'siqlar har qanday holatda bo'lishi mumkin deyapti. Lekin masalani bu yerda shartiga e'tibor bersangiz, bu doim 2 ga n bo'ladi. Mana bu 2 ga n demak doim mana shu ikkita ustun bo'ladi. Bu degani ana bu ustunlar orasida bunday o'tib olish imkoniyati bo'lmaydi. Ya'ni doim har bitta qatorda bitta to'siq bo'ladi va doim ikkita qator bo'ladi. Mantiqan o'ylab qarasak, bu chalg'ituvchi savol. Doim mana shunday to'g'ri yo'l bo'ladi xolos. Ya'ni bunday o'ngga chapga bunday o'tib qaytadigan holat bo'lolmaydi. Chunki ustunlar soni ikkitagina xolos va har bir qatorda bitta to'siq bor. Demak, bu faqat shunday to'g'ri holat bo'ladi xolos va to'g'ri, demak 5 ta demak 5 ta qatordan iborat bo'ldimi, javobi ham 5 bo'ladi. Ya'ni n ni o'qib olib, n ni chiqaramiz xolos. Bu chalg'ituvchi savol dedik-ku. Shuni bilishimizni tekshiryapti bu masala. Demak, ana n ni Pythonda o'qib oldik, int tipiga o'girdik va print n bilan n ni chiqardik xolos. Accepted bo'ldi. Bu degani to'g'ri degani. To'liq videoni ko'rish uchun havolaga bosamiz.